Salom dahshat armiyasi 26-oktyabrda Hamza Chimayev va Robert Whittaker jangi bo'lib o'tadi. UFC olamidagi ekspertlar bu jangga fikr bildirdilar. Kenglar bilan tanishamiz. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Mana bu boshlandi. Video 1x hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ssiloka orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.me deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Ish proxaska. Menga Robert uslubi yoqadi. Kurashi Hamzatga qarshi unchalik yaxshi emas, chunki Chimayev kurashi boshqa darajada. Ammo o'ylaymanki, Robert g'olib bo'ladi, agar aktiv bo'lsa. Arman Sorukan. Bizda Hamzat bilan zo'r munosabatlar, shunga bizning raqobatimiz faqatgina sport bilan tugadi. Hamzat juda ham yaxshi formada. U Robertni mag'lub qiladi va bu jangdan keyin kamarga jang qiladi va chempion bo'ladi. Hamza Chimayev. Bu jang menga juda ham yaxshi. Raqib kim bo'lmasin, hammasi bir xil bo'ladi. Menda shartnomam bor, gonorarim bor va kim bilan jang qilmasam ham hamma jangga birdek qarayman. Menga Robert bilan jang hali ham qiziq, chunki Ikramni, ya'ni vatandoshimni mag'lub qildi va u bilan jangda o'zimni ko'rsatmoqchiman. Juda ham qattiq tayyorgarlik bo'ldi, juda ham ko'p kurashdik va shunday tayyorgarlikdan o'tganimdan xursandman va u bilan jang qilmoqchiman. Robert Whittaker. Chimayev faoliyatimdagi eng qiyin raqiblardan desam ham bo'ladi. U juda ham zo'r. U Kamar Usmanni yerga o'tkazdi va uni kontrol qildi. Ammo aytganimdek, menda eng zo'r raqiblar bo'lgan faoliyatimda. Shunga men tayyorman. Men uni yo'q qilaman, keyin Kamarga jang qilaman. Hamma shubhalarni yo'q qilaman. Shonomayli. Bu zo'r jang, Hamzat qiziqarli jangchi, ammo uni darajasi savollar tug'diradi, ya'ni Kamar Usman bilan jangdan keyin. Izrail Adesanya. Agar Hamza Chimayev Robertni mag'lub qilsa, u bilan jang qilmoqchiman. Bu menga qiziq jang bo'lgan bo'lardi. Usman bilan jang qilganimni men o'ylab qolgandim. Ya'ni Usman, sen bu ishni qilishing kerak va tugatasan deb bu ishni. Ammo jang 5 raund bo'lganda, jang natijasi boshqacha bo'lardi. Gilbert Burns. Bu Hamzatga katta tekshiruv bo'ladi. Menga ikki jangchi yoqadi. Bu jangda Hamzatda ham Robertda ham imkoniyatlar bor. Chimayev g'alabani oladi. U takedown qiladi va master class ko'rsatadi. Robert qaltis bo'lsa ham Hamzat g'alaba qilishiga ishonmoqdaman. JSP. Agar Hamza Chimayev to'xtatadigan jangchi bo'lsa, bu ham Whittaker. Chunki siz Hamza Chimayevni Yoel Romero bilan solishtirsangiz bo'ladi. Romero juda ham zo'r kurashchi edi, yorqin bola edi. Whittaker uni kriptoniti bo'ldi va uni 2 marta mag'lub qildi. Uslub tomondan Chimayev buni qila oladi. Robert o'zgacha uslub, u karatedan keldi menga o'xshab. Biz karatedan bo'lganlarda umuman boshqa uslub. Bundan tashqari Robert Whittaker juda ham aqlli jang qiladi. Karatedan kelganlar farq qiladi, chunki menda ko'p bolalar kickboxingdan va muay thaidan kelishgan. Bilal Muhammad. Robert Whittaker juda ham zo'r uslub va karatedan kelgani uchun oyog'ini past ushlaydi va takedown qilish Hamzatga qiyin bo'ladi. Shunga birinchi-ikkinchi daqiqada Hamzat hujum qilish kerak emas. U aqlli jang qilish kerak. U bu narsani qila oladi. Agar jang 5 raund bo'lsa, Whittaker g'alaba qozonadi. Agar 3 raund bo'lsa, Hamza Chimayev. Do'stlar, sizning bu jangga fikringiz qanday? Pastga yozib qoldingiz, hammasidan qiziqarli bo'lardi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Mingta dahshat likedan keyin bitta video.